الأشخاص الذين لا يعرفون أنا سأجدد وسأقول مرة ثانية. قبل أسبوعين تغيرت أساليب الكتابة والإنشاء في التانال العربي، يعني في هذه الشهادة الدولية، في دولية الشهادة. طيب كيف كانت وكيف أصبحت؟ في السابقة كانت المقالتان، وفي كل مقالة كان يعطى 28 دقيقة. المطلوب 56 دقيقة مطلوب كان في الكتابة السابقة، والآن تغيرت الساعة ساعة كاملة تغيرت، ولكن أصبحت الكتابة على 3 أجزاء، يعني كتابة نفسها انقسمت على 3 أجزاء. في الجزء الأول يعطى لكم 10 دقائق و50 كلمة على الأقل، يعني على الأقل 50 كلمة يجب عليكم أن تكتبون في هذا الجزء، يعني في هذا القسم. في القسم الأول، الجزء الأول، عليكم أن تكتبون خلال 10 دقائق 50 كلمة على الأقل إن كاملة. والقسم الثاني، في القسم الثاني لديكم 20 دقيقة و 100 كلمة على الأقل، يعني يجب عليكم أن تكتبون خلال 20 دقيقة على الأقل 100 كلمة. فوق 100 لا بأس، يعني ليست مشكلة، هذا فائدة لكم. لو 20 دقائق أو 20 دقيقة عليكم أن تكتبون 100 كلمة. وأما في الجزء الثالث يعطى لكم نصف ساعة، مرة ثانية أقول امتحان يعطى لكم نصف ساعة، فعلى الأقل يجب عليكم أن تكتبون 150 كلمة. واضح؟ الآن سأشرح بالأوزبكية. Azizlar, avvalgi speaking avvalgi insho qismida tanil arabiyada 2 taqsim edi, hozir 3 taqsim bo'lib qoldi. Endi nimalar o'zgardi? Faqat qismlar o'zgardi va qismlarning alohida mavzular o'zgardi. Masalan, ala sabil misal, birinchi qismda masalan shay yaj'aluka tashur bis-sa'd, ya'ni sizni baxtli yoki xursand qiladigan narsa nima? Sizni fikringiz qanday? Siz o'zingizni qanday qilib baxtli, xursand qila olasiz va baxtli, xursand qilish uchun nima qilasiz? Mana shunaqa so'zlar bor Tanal arabiyada. 10 daqiqa ichida siz 50 ta so'z yozishingiz kerak bo'ladi eng kamida. Yuqorida aytganim kabi 1 soat, ya'ni avval 56 daqiqa 2 ta inshoga berilardi. Hozir esa 1 soat 3 ta insho. 3 ta qismga bo'lindi. Birinchi qismda 50 ta so'z eng kamida. Undan keyin esa ikkinchi qismda 100 ta so'z 20 daqiqa. 100 ta so'z eng kamida 20 daqiqa vaqt beriladi. Va yarım soat 150 ta so'z eng kamida. 200 so'z yozsa 200 dan ko'paytirsangiz ham hech qanaqa zarar yo'q. Lekin eng kamida 150 tadan kam bo'lmasligi kerak. Xo'sh, masalan birinchi qismdan berilgan. Shay u yaj'aluka tashur bis-sa'da. Sizni baxtli va xursand qiladigan narsa nima? Degan savolga men o'zim masalan fikrimni yozganman. Masalan, bu yerda ham 3 ta qismga bo'lgan. Birinchi muqaddima, al-g'arad va al-xotima. Ya'ni birinchi, unda endi qanday narsada tanal bilan seferning strukturasi, u ana o'tgan muhokama inshoyimiz, afzallik kamchilik inshoyimiz va qolgan masalan nima deydi, fikr yuritilgan insholarimiz u seferning strukturasi edi. Seferning strukturasi alohida yo'nalishi. Tanalda esa muqaddima, g'arad, xotima bo'ldi tam. Unda hech qanaqa ijobiy salbiy tomon bo'lmaydi. Unda muqaddima boshlanishlik va maqsadni polni o'zingizni aytib berasiz. G'arad qismida hamma o'zini fikringizni o'zim deb aytasiz va xotimada xulosa qilib chiqasiz bo'ldi. Xuddi qolgan qismlarga xuddi shunaqa. Al-muqaddima nima? Masalan qarang, sizni baxtli qiladigan narsa nima degan payt men qanday deganman qarang. Har bir insonni qalbiga surur kirgizadigan va ijobiy kuch-quvvat beradigan, ya'ni har bir inson deyapti, qalbiga surur beradigan, qalbiga xursandchilik kirgizadigan, qalbiga saodat kirgizadigan va unga ijobiy kuch-quvvat beradigan narsalarni qidirib yuriydi hayotida. Bo'ldi to muqaddima shu. Ya'ni har bir inson, agar biz zotdan bir qaraydigan bo'lsak, har birimiz ovoz yaxshi eshitilyapti, ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Oysha olsa eshityapsizlarmi? Ha, Ekran yaxshi ko'rinyapti? ha. Bo'ldi. Har bir inson o'zi zotan bir nima deydi? Meni motivatsiya berib turinglar-da, sizlar eshityapsizlarmi yo'q, uxlab qo'yapsizlarmi? O'shalar bir eshityapmiz, yaxshi zo'r deb motivatsiya berib tursangiz, men yaxshiroq aytaman.
Xo'p, umuman olganda, Yaxshi. bu hazil, bu hazil, bu hazil o'rinda. Xo'p, umuman olganda, umuman zot oladigan bo'lsak, har bir inson bir o'zidan qaraydigan bo'lsa, qalbiga surur beradigan narsani yoki ijobiy kuch-quvvat beradigan narsani hayot davomida doim qidirib yuradi. Zotimiz ham shunaqa, insonmiz qidirib yuramiz. Qalbimizga surur kirgizadigan. Masalan, hozir sizlar hozir qalblaringizga surur kirishligining asosiy omili inshaalloh taolo sizlarni tanaldan sabr olishlaringiz. Sabr olsangiz qalbingizga surur kiradi va sizlarga ijobiy kuch-quvvat beriladi bu narsa. Ya'ni shu sertifikat sizlarga motivatsiya beriladi. Motivatsiya beradi. Va shuni siz hozir qidiryapsizlar, shuni harakatdasizlar. Oddiy misol. Mana sizni baxtli va xursand qiladigan narsa nima desa, yo'lsalaringiz meni baxtli qiladigan narsa ishlar, iltimos menga shu sabr bersalaringiz, men juda xursand bo'lardim, juda baxtli bo'lardim, buyursalaringiz ham bo'ladi. Vazir, lekin yozmaylar bunaqa. Al-g'orat, maqsad. Benisbatli menga meni fikrimcha degan ma'noda, ay-shay allazi yaj'aluni ash'ur bis-sa'da huwa qada'ul vaqt ma'ilati. Menga keladigan bo'lsak, meni xursand qiladigan, ya'ni men xursandchilik hissini uyg'otishligim, ya'ni men xursandchilikni qachon his qilaman desam, qachonki oilam bilan vaqt o'tkazgan paytimni, ya'ni oilam bilan vaqt o'tkazayotgan, oilam bilan vaqt o'tkazishim bu men uchun katta nima beradi? Saodat, xush kayfiyat beradi va o'sha meni xush kayfiyatli qiladi. Hina ajlisu ma'ahum tabadul ahadis wal iktisamat. Ular bilan o'tirib hazillashsak, maroqlashsak, bir-birimizga tabassum bilan qarasak, ansa ta'ab wal humum. Men nima g'am qayg'uni yoki charchog'imni unutaman. Va ashur bir rohatul kabira va juda katta dam olishlikni his qilaman. Inna hadhihi lahzatu tamla hayati ma'na xossan. Va albatta mana shu lahzalar mana hayotimga katta ma'noni beradi. Xos va katta ma'no beradi. Xotima. Lihada atabiru ailati masdar sa'adat al-haqiqiyya. Atamanna tabqa hadhihi ni'ma daiman fi hayati. Va men oilamni haqiqiy saodat masdar, ya'ni men oilamni haqiqiy saodat o'zaki deb hisoblayman. Va bu ne'matni doim hayotimda bo'lishligini, qolishligini o'zimga tilab qolaman yoki so'rab qolaman. Struktura jihatidan qaysi mana shu qismda sizlarga nima bo'lishidan, nima berilishidan qat'iy nazar, shunga doir qanaqa mavzu bo'ladi, shuni beradimi, shuni o'zi tushadimi, shuni o'zi ham tushishi ko'p ehtimoli bor. Chunki bu mavzular faqat aylanib yuradi. Boshqa mavzular aylanmaydi. Mana shunga o'xshash mavzular tushadigan bo'lsa, sizlar nima yozasizlar desa, albatta muqaddimada ana shu qanday yozganman, qarang. Muqaddimada bitta jumla yozganman, chiroyli jumla yozganman. Endi g'orotga esa asosiy. Bu yerda 56 ta so'z yozilgan. Sanab ko'rganman, 56 ta so'z chiqqan. 56 ta so'z bemalol yaxshi yetadi. O'sha ham qancha yozganman desam, 5 daqiqada 56 ta so'z yozganman. 5 daqiqada. Qolgan 50 daqiqa yozmadim. 5 daqiqada 56 ta so'z yozdim. 10 daqiqa vaqt beriladi sizlarga. Bemalol yoza olasizlar. Agar tartibli yozsalaringiz. G'orotda hech qanaqa ijobiy salbiy emas. Siz ijobiyni oldingizmi? O'sha siz qanday, siz o'sha oilani qanday qilib, masalan, ba'zi insonlar do'stlar bilan birga payt rohatni his qiladi, ota-onasi bilan bo'lgan payt yoki o'sha ayoli bilan bo'lgan payt yoki umolganda siz qaysi joyda o'zini komfort his qilasiz, o'shani bemalol ochiq oydin yozishingiz kerak bo'ladi. Hech qanaqa muammolarsiz. Hech qanaqa oldi qo'shdi gaplar kerak emas bunga. Bu narsa tushunarli bo'ldimi birinchi qism? Mafhum ustoz. Barakallohu fikum. Endi ikkinchi qism. Ajuz sani. 20 daqiqa 100 ta so'z. Ziyaratu jadduka allazi ya'ish fi ziratil kabira. Katta xo'jalikda yashaydigan bobongni ziyorat qilish haqida xat. Endi muqaddimadan, muqaddima hamma muqaddimlarim, hamma meni muqaddimalarim bitta jumla bilan yozganman, bo'ldi. Ashhur bil farahil kabirun kullama sanahtu lil fursa li ziratil jaddi allazi ya'ish fi mazril kabira. Katta xo'jalikda yashaydigan boboni ziyorat qilishligini menga berilishi katta xursandchilik va katta men uchun katta meni xursandchilik his qilaman qachonki o'sha katta xo'jalikda yashaydigan boboni ziyorat qilgan paytimda. Bo'ldi, tamom, yetadi. Endi g'orotda indama asilu ila mazratu astaqbiluni jaddi bi ibtisam dafi'a. Ibtisam dafi'a degani yoqimli tabassum bilan qachonki men o'sha xo'jalikka borgan paytimda bobom meni iliq kayfiyatda yoki iliq tabassum bilan meni kutib oladilar. Summa yaxuzuni fi jawlati baynal ashjar wal huqul.
va dalalar va daraxtlar o'rtasidagi sayohatga beni olib ketadilar. Astamiu kasiran bi ru'yatil manazir tabiatul hadara aw sima'ul zaqzaqa degani bu nima deydi? Qushlarni yangrashi yoki qushlarni sayrashi. Qush sayrashlikka zaqzaqa deydi. Zaqzaqa yuzaqziqu. Bu faqat zaqzaqa yuzaqziqu faqat qushga tegishli. Boshqa narsaga ishlatib turmanglar. Zaqziq yuzaqziqu faqat usfur bilan keladi. Ya'ni faqat qushga taalluqli mutaalliq bo'ladi. Zaqzaqatul aswafir, ya'ni qushlarni sayrashi, eshitishlik va yashil tabiat manzaralarini ko'rib katta rohat olaman yoki his qilaman. Katta rohatni his qilaman. Kama usaidahu, ana bir usaidahu, ana bir xusi mutaalliq bobomga ketadi, jaddiga ketadi. Ya'ni bobomga mutaalliq ketadi xusi. Usaidahu ahyana fi saqil nabatat aw jam'u thimar. Va men bobomga ba'zi paytlarda nabatotlarni sug'orishlikka yoki o'sha ho'kizlar deymiz, simar bitta simarun ho'kizlar. Ho'kizlarni jamlashlikka va nabatotlarni o'sha nima qilishlikka, saqyon degani bu suv berishlikka bobomga yordam beraman. Xo'sh. Va hada yaj'aluni ashur bil faxr va sa'ada. Va bu mani faxr va xursand qiladi. In hadhihi ziyaratu la tamnahuni mat'at faqat bal tu'allimuni sabr va hubbul amal. Va albatta bu ziyorat menga faqat rohat beribgina qolmay, balki menga ishni yaxshi ko'rishlik va sabrni o'rgatadi. Al-Xotima. Xulosa. Lizalika a'tabiru ziyaratul jaddi fi madrat at-tajribat al-mumayyiza fi hayati. Va men qachonki doim bobomni o'sha xo'jaliklarga borgan paytini doim o'sha bobomni xo'jaliklarga borgan ziyoratim paytida hayotimdagi alohida o'zgarmas yoki alohida tajriba meni cho'q hisoblanadi. Yoki qaytib chiroyli qilsak, liza a'tabiru ziyaratul jaddi fi madrat at-tajribat al-mumayyiza fi hayati. Va men bobomni o'sha dehqon xo'jaliklariga ziyorat qilishligim hayotimda katta tajriba deb hisoblayman, katta tajriba deb bo'ladi. Atamanna ukarru daiman la yabqa qariba minhu min at-tabi'iyya. Va bu narsa doim takror bo'lib qolishligi va doim takrorlanib yana qaytib dehqon, ya'ni o'sha bobomni xo'jaliklarga kelishlikni tilab qolaman yoki so'rab qolaman degan ma'noda aytiladi. Xo'sh, ikkinchi qismdan tushunarsiz, kim tushunarsiz bo'ldi? Kimga tushunarsiz bo'ldi nima? Inshaalloh. Barcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh ta'ala 3-qismda. 30 daqiqa 150 kalima. Shay ta'lamtu hilalu sanatil madi. O'tgan yil mobaynida o'rgangan narsam nima? Xo'sh, al-muqaddima. Xo'sh. O'tgan yilga o'rgangan narsangiz nima bo'lgan? Birinchi navbatda boshlaymiz. Xo'sh, shu payt o'zida esdan chiqarmanglar. Oysha ustoza shuni zapis qilib qo'ying yoki guruhga yozib qo'ying. Sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Birinchi qismga shay yaj'aluka tash'uru bis-sa'ada kullama ra'ayta. Mana shularni sizlarga salga o'zgarish mavzu bo'ladi. Shay'u allazi yaj'aluka tash'uru bis-sa'ada kullama ra'ayta. Mana shu mavzu. Ya'ni sizlarga mana shu. Hozir sizlarda salga o'zgartiradi. Ya'ni siz doim qaragan paytingizda sizni xursand qiladigan narsalar nima? Sizlar doim qaragan paytlaringizda sizni xursand qiladigan narsalar nima? Bu birinchi qismda sizlarga xuddi shunaqa o'zlaringiz vaqtga qo'yib shug'ullanasizlar. Bu sizlarga nima? Tanalga nima? Keyin iloj bo'lsa kitobani harakat qilasizlar. Endi inshaalloh tanalga tayyorlanganlar diqqatiga bu seferga tayyorlanganlar bu daftarga yozadi. Tanalga tayyorlangan diqqatiga ular hozirdan boshlab o'sha klaviaturga yozishni o'rgansin. 10 daqiqa vaqt ichida mana shularni yozib ko'rish shart bo'ladi. Ikkinchi qismda esa ziyaratu ammi allazi ya'ishu fi qarat al-afrikiyya. Ziyaratu ammi allazi ya'ishu fi
qoratul afriqiya. Afrika qit'asida yashaydigan amakimni ziyorat qilishligim haqida xat. Afrika qit'asidagi yashaydigan amakimni ziyorat qilish haqida nima? Xat. Bu xat emas, bu o'sha maqola. Bu ikkinchi qismda sizlarga rovna 20 daqiqa vaqt beriladi, o'zlaringizga 20 daqiqa vaqt qo'yasizlar va eng kamida 100 tadan ko'p bo'lishligi shart bu. Endi 3-qismda, 3-daqiqada, 3-qism 30 daqiqa, burjalikda so'z. Ketdik. Shay'u ta'allamtu hilal sanatil madi. O'tgan yilda o'rgangan narsam nima? O'tgan yilda o'rgangan narsamiz nima bo'lgan? Al-muqaddima, birinchi qismda. Kullu sanatin fi hayatina tahmilu ma'aha tajribah jadida va durusun qayyima. Har yili biz hayotimizda yangi tajribalar va ahamiyatli darslar bo'ladi. Va hilal sanatil madiya ta'allamtu darsa muhimma g'ayr nazrati ila nafsi va ila hayati. G'ayr nazrati ila nafsi va ila hayati. Va men o'tgan yili o'zimni, hayotimni va dunyoqarashimni o'zgartirgan muhim darsni o'rgandim. Al-g'arad. Bu yerda muqaddima faqat bo'ladi. Muqaddimani esdan chiqarmanglar, asosiy gapni hech qachon muqaddima bermanglar. Maslahat. Hech qachon asosiy qismni, ya'ni asosiy bo'ladigan gapni muqaddima bermanglar. Muqaddima faqat asosiy gapni aytinglar. Muqaddimada faqat boshidagi gaplarni aytinglar, lekin g'arad qismida asosiy gapni aytinglar. Endi asosiy gap nima deyilsa, laqad wajjahtu hilal amal madi ba'd al-tahaddiyat ad-dirasiyya va shaxsiyya. Va men o'tgan yil mobaynida shaxsiy va darsga doir ba'zi bir muammolar bilan duchor bo'ldim. Va kana alay ata'ammalu ma'aha bi sabr va israr. Va men u bilan sabr va jiddiyat, ya'ni qat'iyat va sabr bilan ular bilan muomala qildim. Ashay abrozu allazi ta'allamtu fi huwa qoyimatu tanzimul vaqt. Va meni o'rgangan narsalar orasida eng ajralib turgan narsa bu vaqtni tartiblash. Ya'ni vaqtni tartiblashlik eng asosiy bo'ldi demoqchi. Ya'ni men o'rganganlarim orasida eng ajralib turadigan narsa shu bo'ldiki, vaqtni tartiblash, vaqtni nazorat qilishlik. Fi bidaya kuntu udil kathir min al-vaqti fi umur al-ghayr daruriyya. Mana boshida men juda ko'p vaqtlarimni zarur bo'lmagan narsalarda o'tkazar edim. Shundayki, u meni doim asabiy qilishlikka va darslarga kech qolishlikka majbur qilar edi. Lakin ma'al murur ayyamu qarratan adala huttat al-yawmiyya va haddad awlawiyati. Va vaqt o'tish bilan, ya'ni kunlar o'tish bilan men kunlik reja qo'yishlikni va hobbilarimni, emas, o'sha avlaviyat rejalarimni va kunlik rejalarimni tartiblashga va kunlik reja qo'yishligimga qaror qildim. Va haza tag'yir sa'adani ala injaz al-wajibati bisur'a. Va bu o'zgarishlar meni tez vazifalarimga muvaffaqiyat erishishlikka menga yordam berdi. Va taxsis vaqt lirohat va hayot aydan. Va men o'zimni dam olishligimga ham va o'zim yaxshi ko'rgan hobbi, ya'ni shu hobbi bilan ham dam olishlikka ham vaqtim yetdi demoqchi. Sha'artu anna hayati asbahat akthar tawazunan. Va men hayotim yanada yaxshiroq, yanada muvozanatliroq, ya'ni muvozanatliroq, yanada tengroq, ya'ni muvozanatliroq. Allohumma salli havla va quwwata illa billah. Ana aqul tawazun, tamam. Va siqqati bi nafsi izdadat kathiran. Ya'ni va o'zimga ishonchim nima bo'lib qoldi? Kuchaydi. O'zimga nisbatan ishonchim kuchaydi va hayotim ko'proq tavozunliroq bo'ldi. Ya'ni mutawazinun asbaha. Tamam. Al-khitam, ya'ni o'sha nima deydi? Xulosa. لذلك أعتبر أن أهم ما تعلمته في السنة الماضية هو كيفية إدارته في وقت بذكاء. Va men o'rganganlar orasida eng ahamiyatli deb hisoblayman o'tgan yilda bu vaqtimni aql bilan idora qilishlikni. Va sa'uhafiz ala hadhihi adat li'annaha taj'al mustaqbal akthar wuduhan va istiqroriyan. Va men bu odatni asrashlikka va saqlashlikka harakat qilaman, chunki bu meni kelajagimni barqarorliroq va ochiqroq qiladi. Ya'ni vaqtni time working qilishlik, ya'ni vaqtni rejalashtirishlik bu meni kelajagimni barqarorlashtiradi va yanada ochiqliroq qiladi, ya'ni yanada mazmunliroq qiladi degan ma'noda.
Tushunadi? To'yib. Ana endi 3-qismda sizlarga insho beriladi. 3-qismda insho beriladi. Endi sizlarga shay'u ta'allamtu hilal sanatil madi emas, balki shay'u ta'allamtuhu shay'u allazi ta'allamtuhu hilal sanatil madi va ta'assaftu alayha. Yoki boshqa. Shay'u laysa ta'allama bal ta'allama alam chekdi masalan. Shay'u allazi تعلمها yoki ta'allamaka مثلا شيء الذي تعلمك خلال السنوات الماضية sizni o'tgan yilga og'riq his qilishingizga og'riq yoki bir qiyin ish bo'lgan qiyin ishni yoki bir boshqacharoq mavzu beramiz o'sha sizlarga qiyin bo'lishi mumkin. Shay'u ta'allamtu humas sizlarga boshqacha mavzu beraman. Xo'sh. Yoki bunday bo'ladi. Shay'ul lazi ta'allamtu shay'ul qabih degan so'zni qo'shamiz salgina yomon odam masalan. Yoki al-'adatul qabiha allati ta'allamtaha hilal sanat al-madi wa lam ta'ud abad. Ya'ni wa lam ta'ud abada. Yoki wa la ta'ud abada. Yana qaytib aytaman, sizlarga mavzu o'zgaradi. العادات القبيحة التي تعلمتها في خلال السنوات الماضية ولا تعودها أبدا. O'tgan yildan siz o'rgangan yomon odat va unga hech qachon qaytib kelmasligingiz haqida yozasiz inshaalloh. Tushunarli? Xuddi shunaqa agar muqaddimaga diqqat bilan beradigan bo'lsak, muqaddimada boshidan salgina berdik, boshidan asosiy gap bermamiz, lekin ko'proq asosiy gapni faqat g'orotga berdik. Seferdan o'zgacha ularroq, seferda bu narsa ijobiy salbiy bo'lishi kerak. Ya'ni fiqratul ula fiqratul thani. Lekin kanalda esa al muqaddima g'orot xotima bo'ldi, yetadi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman inshaalloh taala sizlarga. Shunda ustoz